Ohangaron yoshlar texnoparkida Innox Business Inkubator dasturining 6-bosqichiga bag'ishlangan navbatdagi demo day bo'lib o'tdi. Tadbir doirasida ishtirokchilar o'z startap g'oyalari va ilg'or texnologik ishlanmalari bilan ishtirok etishdi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Bugungi yangi O'zbekiston yoshlarida o'zgacha shijoat bor desak adashmagan bo'lamiz. Ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida hozirda ko'plab imkoniyat eshiklari ochilgan. Ohangaron tumanidagi yoshlar texnoparkida yigit-qizlar bepul o'quv kurslariga o'qitilishi so'zimizga isbot. Bu yerda bilim olgan yoshlar o'z ko'nikmalarini namoyish etishlari uchun navbatdagi Demo Day loyihalar taqdimoti tashkil etildi. Bugungi kunga qadar 70 dan ziyod loyihalarimiz shakllangan va bejizga bu loyihalar qilinmaganligini bir isboti natijasida 3 ta loyihamizni aytib o'tmoqchimiz. Birinchi loyihamiz VR ta'lim, ya'ni kimyo fanni laboratoriyalarini virtual reallik asosida o'rgatuvchi dastur tuzib chiqdik va bu dastur 1 yil davomida 1 milliarddan yuqoriroq daromadga ega bo'ldi. Ikkinchi loyihamizga keladigan bo'lsak, bu Vandok, O'zbekistonimizda birinchi yuridik konsultant, ya'ni sun'iy intellektda to'liq. Bu loyihamiz 2 million dollarga baholanmoqda hozirgi kunda va uchinchi loyihamizni aytib o'tish kerakki, Tayyor 24 dasturi Ohangaron shahrida testli rejimda ishlab kelmoqda. 2023-yildan beri hozirgi kungacha InnoXda o'qigan loyihalarimizni, o'qigan yoshlarimizning loyihalari 2 milliarddan ko'proq davlat grantlarini qo'lga kiritishdi. InnoX loyihamiz 1,5 yil davomida 70 dan ko'proq yoshlarimiz o'qitildi, 70 dan ko'proq startap loyihalar shakllandi va bularning barchasi biznes rejasiga ega loyihalardir. Bu yerda yig'ilgan yoshlar faqat orzu qilish bilan cheklanmay, o'z g'oyasini real biznesga aylantirish yo'lida qat'iyat bilan harakat qilishmoqda. Olib chiqqan loyiham bu yesa bo'ladigan stakanlar va idishlar mijozlarga ham biznes vakillariga ham sotish iloji bor. Birinchidan bular yesa bo'ladigan stakanlar, bular g'oyaviy jihatdan juda ham zo'r bo'lgani uchun ommani e'tiborini tortadi va odamlar sinab ko'rgisi keladi-da. Ikkinchidan esa bular o'zidan plastik qoldiqlar qoldirishmaydi. Ekologik jihatdan ham juda ham o'zini oqlab bera oladi. G'oyamni ularga juda ham yoqqanligi uchun ular texnoparkda moliyalashtirishni va sinab ko'rish, ishlab chiqarish jarayonini boshlashni maslahat berishdi. Tadbir doirasida ishtirokchilar o'z startap g'oyalari va ilg'or texnologik ishlanmalari bilan sahnaga chiqishdi. Har bir taklif keng muhokama qilinib, mualliflarga hay'at a'zolari tomonidan kamchiliklar yuzasidan kerakli ko'rsatmalar berildi. Aytish joizki, tadbirning eng katta yangiligi bitiruvchi loyihalardan biri 2 million dollarga baholandi. Bu natija nafaqat dastur ishtirokchilari, balki butun texnopark uchun tarixiy yutuq bo'ldi. Loyihamizning mavzusi Clean Air, ya'ni toza hudud. Ekologik muammolardan biri bu chiqindilarni nazoratga olmasligi, ya'ni maishiy chiqindiq, oziq-ovqat chiqindilarini monitoring qilish. Ya'ni qaysi hududda chiqindiq idishi to'lsa, bevosita masofadan maxsus transga onlayn tarzda qaysi hududda to'lganligini aniqlab uzatib beradi. Hozir hay'at a'zolari ma'qul keldi bu loyihamiz va keyinchalik keyingi bosqichga tavsiya berib, moliyalashtirishga tavsiya berildi. Tadbir yakunida munosib deya topilgan 3 ta loyiha mualliflari keyingi bosqichga yo'llanma olishdi hamda qolgan ishtirokchilarga sertifikat va imtiyozli takliflar berildi.